Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men yana Kiraksimus va bu videoda o'sha 100 kun xat yo'lmalamda videoni ikkinchi qismini olamiz. Birinchi qismda men shu uyda qurib chiqqanman, videoda o'chirgandan keyin mana ikkinchi etaj. Tepa hali bitgan yo'q, bularni yasashga ko'p ko'mir ketib qoldi o'zi. Mana uyimning ahvoli cho'kka chiqdi. Mana ichi. Yaxshi yashasa bo'ladigan qilib qo'ydim ichida narsalarim. Endi bu videoda hech bo'lmasa temirdan kiyim olishimiz kerak. Shunday qilib 100 kunni o'tkazamiz. Hozir ko'rishlaring mumkin. Bu modda o'ynagan vaqtim 1 soat 46 minut. Buni kunga qancha bo'ladi bilmadim-ku. 1 soatda 3 kun bo'lsa 46 minutlik 5 kundan beri o'ynayapman ekan. Birinchi o'rinda biz shader to'g'rilab olamiz. Ana. Bo'ldi, shader to'g'rilandi. FPS ga ham chidasa bo'ladi. Ketdi unda. Ovqat topaylik birinchi o'rinda. Ovqat, mol qani? Mani qilichim bor, bir narsa. Neger. O'ldi, bitta neger minus bo'ldi. Jamiyatga foydali odamman men. Ketdi bo'lmasa. Bitta sheligi bormi? 2 ta, 3 ta qo'radi. Nima bu? Pushtimi qanarang? Boks degan, asab, uzr. Boshqa hayvon yo'q. Ana pastda qo'ylar ko'p ekan. Kelinglar bittalar. Seni ham o'ldiraman. Masalan. Batta ko'p ekan bular. Men to'g'ridan ham bitta o'ldirib qo'yay. Qilichim kuch tugadi. Hozir zombi chiqib qolsa bemalol o'ldirib ketiladi. Ana unda uyga borib tezda go'shtlar pishirib, o'shga olg'a. Qora jun bilan. Ketdi bo'lmasa uxlab olaylik. Tezda qo'yaylik go'sht qani. Bor bitta, temirda ham. Hozircha gap bo'lib turadi bu ham. Jonchalik kuchli bo'lmasa ham, endi buni qaraydi. Ahmoq bo'laman-da. Uxlayveramiz. Ertalab bo'lsin. Bosaveramiz keyin. Opa, yaxshi. FPS yaxshi. O'zimiznikiga qaytarish kerak ekan. Hop. Bu yaxshiroq optimizatsiya bo'lgan shader. Shunga ko'rinishi ham buzilmagan holatda FPS balandroq beradi. Mana ko'rsalaring bo'ladi. Bunda 74, 67. Sharmanda qilma. Bo'ldi yaxshi. Tezda ovosam narsalarda ketish kerak. Kelebas. Bo'ldi, tezlash ketdik. Xalta yasasa bo'lardi. Bizda molning yaxshi bor. Bitta bundan qo'ysa, 2 ta xalta tayyor. Nima qildim hozir? Bu xaltaning ichiga xalta solib qo'ydim. Bo'ldi mana. Buni bularni solib qo'yamiz hozircha. Yaxshi. Unda biz safarimizni boshladik. Ketdi bo'lmasa uyimni yo'qotdim-u. Dragonni o'ldirish uchun kerak. Bitta belstakan ko'plik qilmaydi.
sindi bu ham. Ha, sinmabdi. Ketdi g'or. Qani g'or. Ketdi bo'lmasam. Hop, hop. O endi ishga kelganda endi shaderda o'chirmaslik bo'lmaydi. Keyin nabor resursov hech boshdan yoqamiz. O ana endi bo'ladi. Ketdi bo'lmasam. Chunki shader bo'lsa bu resurs pak ishlamaydi. G'orda bizga yorug'lik kerak. Shunga resurs pak ishlataman. Bu bo'lmasa video ham g'alati chiqishi mumkin. Shunga kechirasizlar. Ketdi bo'lmasa op parkulist abrat. Qo'ymadingiz-da. Ma haqiqiy PVC voyda. PVP. Va bundan ham bor. Nima men hamma yo'qda ikkitadan qilib tashladim. Batdan tushib olishgan. O'ylaviy tushib olishgan ular. Temir ko'rganmi? Bizga kerak emas. O'lib ketgandan ko'ra har ko'rmaylarni saqlab qo'yganim yaxshi. Bitta temir uchun o'ylash bu ahmoqlik deb tushunaman. Hop, ketdi. Hop. Vay. Blok. Zombi bor atrofda ham. Vay, qanchalik yaxshi o'yinchi mana. Vay, yaqinlashtirib bo'lmaydi-yu. Ba'da ham biratlar bor. Men nayloch urushib yurdim. Vay. Skeletga nima bor ekan? Portla. Bo'ldi, yaxshi ukam sizlarga bas. Temirim qani mana lazuritam bor ekan cho'ta. Lazurit. Yo'q. Hatta lazurit chiqsa bunchalik balandlikda. Qani ketdi bu. Boshqa yo'q ekan. Mayli. Cho'ramiz 5 narsa. Ketdi bu ichkariroqqa. Ana bilaman pasta bo'lish kerak u. Ana birinchilardan chiqdi. Nimaga faqat bittadan? Ikkita. Hozir 3 ta chiqadi. Oppa, mana bo'lar ekan-ku. Lava yaxshi. Olmasam topib chiqib ketamiz degan umiddaman. Qat yuri. Endi men bitta qur'a tashlab yuborayman. Mayli ketdi bo'lmasa lava bu tomonga. Ehtiyot bo'lib o'tish. Mana temir bor ekan ba'da ham. Zombilar yo'q. Bizga bu yaxshi. Temir qanchalik ko'zim yaxshi. Hop. Va bunisi bas lekin bilat tegmay turing. Klipper akamiz bor ekanlar. Kechirasizlar, men hozir kelaman. Sizlar uchun tezda vaqt o'tib ketadi. Hozir men ishim chiqib qoldi. Mana men qaytdim. Ishlar chiqib qoldi shunga. Opa, bekitamiz, bekida. Parkur. Mana yana temir. Hop, yana. Yaxshi. Endi shitda bularda pishirib olsak. Hop. Ular pishgunigacha men yana qarab kelaman. Hop. Hoppa, bo'ldi bularni oldik. Temir ko'p u albatta. Haddan tashqari ko'p. Maksimalni o'lib ketmaslik kerak. 5 kun bo'pti. Bu yerda o'ynayotganimizga
qadrli bo'lib qoldi bu ham. Oldingi nimadan ham mayli. Hop. Voy, yana 22 ta bo'lib qoldi. Ha, birat babi keldi desa, hop, 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 hop. O'ldirib qo'yadi bu. Buni ham yarmini baqa uzun. 21 ta bo'lib ketdi. Birinchi o'rinda paqirib olaylik. Anuni yasaymiz, buni yasaymiz. Oyoq kiyim. Mana mana. Menimcha bunga 8 ta kerak bo'ladi. Topdimmi, to'g'rimi? 7 ta bilan ham o'xshaydi ekan. Mana full temir biz. Qurollar qolib ketdi. Balta kerak. Qilich kerak. Qilich ham bor. Mana mashinga bular tashlab olsak bo'ladi. Endi bizga bular boshqa keragi ham yo'q. 5 minutdan keyin ular yo'q bo'lib ketadi baribir. Teza narsalarni olib, olmos olgani tushish kerak. Menimcha g'orda olmos to'plash bu yaxshi fikr bas. Chunki moblar juda ham ko'p bo'ladi unda. Unda temir tash tayyor. Ketdim bo'lmasa. Uzun tomondan kuraman. Men qayerdan tushdim baqa? Menimcha topdim. Ketdik. Hop, 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 hoppa. Endermenlar juda ham ko'pmi? 3-marta ko'rishim, biratlar tegmay turinglar, o'tib olaylik. Hop. Voy, ba'da ham bor ekan. Hop. Hop, ushalmadim, birat ishga bo'ldi, uxladim o'sha. Ke bo'ldim men uyimga. Hop. Hop. Hop, hoppa, uxladik bo'lmasa ham. Unda hozir o'zimiz tomonidan yerga ataylabdan g'or yasaymiz, chunki hamma narsa tayyor demoqchi edim-u, hayvon ferma qurish kerakligi esga kelib qoldi. Mayli, uni keyingi videoda hal qilsa ham bo'ladi. Hozircha 4 ta go'sht yetib turadi. Qancha qilsak bo'ladi? O'rndan pastroqami? Tog'imizdan. Mana ideal joy bo'lib qolyapti. Unda men shekka tezda qurib tashlayman bilganimcha. Voy, lapatkani tashlab olganman. Qani bizga lapatka beringlar-chi. Hop, 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 hop. Menimcha shu o'lcham bo'lsa kerak. Mana. Mana. Dexlamiz. Dex turib, opa. Pastchi.
Mana bu tomonda ham bitta, ikkita, 3 ta qildik. Bo'ldi mana. Buni keyin yana to'g'rilab olsa bo'ladi, lekin hozirchaga bo'ladi. Menda reja borcha ichkariroq qilib ko'lab, ag'ini chiroyliroq qilib ko'la olsa bo'ladi. Manimcha yana bitta blok. Bu tomonni ko'rib olish kerak, mayli, yaxshi. Hoppa, mashina endi kattalashtirsak bo'ladi. Va men tezda batda ko'lab o'zimga moslashtirib oldim. Bo'ldi, mana tayyor bo'ldi. Endi pastga tushib, olmos va boshqa qimmatli rudalarni yig'ib kelsam bo'ldi. Va mana birinchi olmosni ham topdim.
va enchanting table va Nether'ga portal uchun obsidian olgan ketdim.
Mana videoda ko'rganlaring uchun kattakon rahmat. Kechirasizlar, lekin bu videoda unchalik ham ko'p gapira olmadim. Shuning uchun hammaga rahmat. Kanalga obuna bosing, videoga like bosing.